Bitta misol aytaman, sinaflan degan maz bor. Sinaflan mazzidan demak mazga tayyorlashni o'rgatibdi. Ana kuni bittasini ko'rdim. Sinaflan maz bu gormonalniy maz hisoblanadi. Bu yuz uchun umuman mumkin emas. O'zi aslida olganda. Bu nimalardirlarni qo'shib, sinaflanni qo'shib, kunori bir mahal surasiz deb yuziga oppoq qilib surib qo'yibdi. Bu narsa mgnovenniy qizarishni oladi. Demak, qizarishlarni sirazi olib, sirazi yaxshi bo'lgandek bo'ladi. Lekin bu natija bir kunga cho'ziladi. Bir kundan keyin gormonal mazni to'xtatgandan keyin obratniy reaksiya bo'ladi. Demak, bu battar 2 barobar, 3 barobar yomonlashib qoladi. Undan keyin o'sha qo's ichidagi sartaroshga, mutaxassisga murojaat qilgandan keyin ular nima deydi? Boring o'sha dermatologga boring, cho'ta sizga yoqmadi deydi. Bu 100 ta odamga qiladigan bo'lsa, 100 ta odamdan 100 tasiga yoqmaydi. Demak, bu gapimdan nima demoqchiman? Iltimos, hamma o'zini ishini qilgani ma'qul. Biz sizlarning ishingizga aralashmayapmiz. Sizlar ham bizning ishimizga aralashmanglar.